Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuda suhbatlashamiz. Ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillari, ya'ni pensiyada bo'lganlar va yaqin orada pensiyaga chiqishni kutayotganlar uchun bu ma'lumotlar chinakamiga juda ham yaxshi yangilik bo'ladi. Bilaman, ko'pchiligingizni pensiya miqdori, uni hisoblash tartibi, inflyatsiya sababli pulingizning qadri tushib ketishi kabi masalalar doimo o'ylantiradi. Hayot qimmatlashmoqda, dorilar qimmat, oziq-ovqat narxi ko'tarilmoqda, kommunal to'lovlar ham shular jumlasidan. Bu muammolar har bir pensiya oluvchi oilaning byudjetiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ko'plab xatlar va sharhlar orqali sizning xavotirlaringizni muntazam ravishda o'qib boraman. Aynan mana shu xavotirlarga chek qo'yadigan, sizning hayotingizni sezilarli darajada yengillashtiradigan o'ta muhim yangilik haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumotlar har bir kishini bevosita yoki bilvosita qiziqtiradi. Shuning uchun videoni bir soniya ham o'tib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Bu nafaqat sizning, balki farzandlaringiz, nabiralaringizning ham kelajakdagi farovonligi haqida. Shuning uchun iltimos, hoziroq kanalimga obuna bo'ling. Ushbu videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Bu harakatlaringiz bizning kanalimiz rivoji uchun juda katta yordam beradi. Men esa siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni topishda davom etaman. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi, qadrli yurtdoshlar? Hammamizga ma'lumki, avvalgi yillarda pensiyalarni hisoblash va oshirish tizimi ba'zan murakkab, ba'zan esa yetarlicha shaffof emas edi. Pensiya miqdorlari vaqti bilan asosan prezident farmonlari yoki hukumat qarorlariga asosan oshirilar edi. Bu oshishlar albatta pensiyaning qadrini bir muddat ushlab turishga yordam berardi, ammo ko'pincha ushbu o'zgarishlar orasidagi davr ancha uzun bo'lar edi. Bu vaqt ichida esa inflyatsiya o'z ishini qilib, oziq-ovqat, kommunal xizmatlar, dori-darmon kabi kundalik ehtiyojlar narxi ko'tarilib ketardi. Natijada pensiyaning xarid qobiliyati tobora pasayib, pensiyaning o'zi quruq bir raqamga aylana boshlardi. Ko'plab pensionerlar pul yetishmovchiligidan qiynalar, har bir tiyinni tejashga majbur bo'lar, farzandlari va yaqinlarining yordamiga umid bog'lab yashashga majbur bo'lar edi. Pensiya hisoblashning ba'zi murakkabliklari, masalan, ish stajini tasdiqlashdagi muammolar, hujjatlarni to'plashdagi qiyinchiliklar ham ko'pchilikka bosh og'rig'i bo'lib kelgan. Shuningdek, nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy himoya tizimi ham bor edi. Ammo u ham ba'zan ma'lum bir cheklovlar yoki byurokratik to'siqlar tufayli hamma uchun birdek samarali ishlamay qolardi. Ya'ni, pensionerlar ko'pincha o'z moddiy ahvolini yaxshilash uchun qo'shimcha kuch sarflashga majbur bo'lar, ba'zan hatto bu imkoniyatlardan bexabar qolar edi. Masalan, birorta keksa yoshdagi yolg'iz yashayotgan ayol har bir nafaqani o'z holicha yashash uchun yetkazib berishga qiynalardi. Uning doimiy xarajati doimiy daromaddan yuqori bo'lib qolardi. Bu boradagi shikoyatlar, arizalar soni juda ko'p edi. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgaradi, azizlar. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan yangi tarixiy qarorga asosan endilikda pensiyalarni avtomatik tarzda indeksatsiyalash tizimi joriy etiladi va eng muhimi, ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha moddiy yordam joriy qilinadi. Bu nafaqat bir martalik oshirish, balki muntazam ravishda pensiyaning xarid qobiliyatini saqlab qolishga qaratilgan doimiy mexanizm hisoblanadi. Endi siz har doim pensiyangizni muntazam ravishda inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirishini bilasiz. Bundan tashqari ijtimoiy himoyaga muhtoj, ayniqsa yolg'iz yashayotgan yoki nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun alohida e'tibor qaratilib, ularga qo'shimcha mablag' ajratilishi ham ko'zda tutilgan. Bu degani siz nafaqat pulingizning qadri tushib ketishidan xavotir olmaysiz. Balki agar siz shunga muhtoj toifaga kiradigan bo'lsangiz, davlat tomonidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlanasiz. Bu chindan ham juda muhim yangilik. Chunki bu tizim shaffoflikni oshiradi, byurokratik to'siqlarni kamaytiradi va eng asosiysi pensiyaning haqiqiy hayotiy qiymatini doimiy ravishda ta'minlaydi. Ya'ni oldinlari pensiya oshishi har doim ham ma'lum bir vaqt oralig'i bilan amalga oshirilsa, endi bu jarayon muntazam va avtomatik tarzda sodir bo'ladi. Batafsil tushuntirish. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Endi bu yangilikning har bir jihatini batafsil tushuntirib beraman. Toki siz uchun hech qanday savol qolmasin. Birinchidan, avtomatik indeksatsiya tizimi haqida gapirsak. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, endilikda sizning pensiyangiz miqdori har yili, aniqrog'i har yarim yilda, ya'ni
yanvar va iyul oylarida mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va o'rtacha ish haqi o'sish sur'atlari hisobga olingan holda avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqiladi va oshiriladi. Endi siz hukumatning navbatdagi qarorini kutib o'tirmaysiz. Bu jarayon davlat tomonidan belgilangan aniq ko'rsatkichlar asosida inson omilisiz amalga oshiriladi. Misol uchun, agar statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan 6 oy ichida inflyatsiya darajasi 5 bandini tashkil etgan bo'lsa, sizning pensiyangiz ham kamida shu foizga oshiriladi. Agar shuningdek o'rtacha ish haqi 7% ga o'sgan bo'lsa, unda pensiya miqdori ehtimol shu ikkita ko'rsatkichning o'rtachasi yoki kattarog'i asosida ko'rib chiqiladi. Buning aniq mexanizmi maxsus belgilangan metodologiyaga muvofiq amalga oshiriladi. Bu esa pensiyaning xarid qobiliyatini doimiy ravishda saqlashni kafolatlaydi. Kimga bu yangilik ta'sir qiladi? Bu indeksatsiya tizimi barcha turdagi pensiyalarga, ya'ni yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalariga tegishli bo'ladi. Shunday ekan, hozirgi kunda pensiya olib turgan har bir kishi bu o'zgarishdan bevosita manfaatdor bo'ladi. Kim xavotirlanishi kerak? Aslida hech kim xavotirlanishi shart emas. Chunki bu o'zgarishlar faqatgina ijobiy xususiyatga ega. Biroq agar sizning pensiya miqdoringiz hisoblashda qandaydir xatoliklar borligiga shubha qilayotgan bo'lsangiz yoki eski hujjatlaringizda tartibsizliklar mavjud bo'lsa, unda bu siz uchun pensiya fondi bilan bog'lanib barcha ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun yaxshi imkoniyat. Kim xavotirlanmasligi kerak? Hech qanday qo'shimcha harakatlarsiz pensiyalarning oshishini kutishlari mumkin. Bu tizim avtomatik ravishda ishlaydi. Shuning uchun sizga pensiya fondiga borish, ariza yozish yoki qandaydir hujjatlar to'plash shart emas. Endi esa eng quvonarlisi haqida ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha moddiy yordam. Bu yordam kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilgan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Kimlar bu toifaga kiradi? Yolg'iz yashayotgan va qarovchisi bo'lmagan pensionerlar. Misol uchun, yolg'iz yashaydigan 75 yoshli Fotima buvi. Uning farzandlari chet elda ishlashadi va uzoq vaqt kelisha olmaydi. Uning pensiyasi faqat o'ziga yetadi, ba'zida dorilar va kommunal to'lovlar uchun ham qarzga botadi. Endilikda unga har oyda qo'shimcha mablag' ajratiladi. Bu uning kundalik ehtiyojlarini qoplashga yordam beradi. Aytaylik, unga har oyda bazaviy pensiya hisoblashning 5 barobar miqdorida, ya'ni hozirgi kunda taxminan 500 ming so'm atrofida qo'shimcha pul beriladi. Bu uning oylik pensiyasiga sezilarli qo'shimcha bo'ladi. 2 va 2 guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar, masalan 68 yoshli Ahmed aka. U avvallari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, lekin kasalligi tufayli nogironlik nafaqasiga chiqqan. Uning pensiyasi unchalik katta emas edi, chunki ish staji to'liq bo'lmagan. Endi unga ham qo'shimcha moddiy yordam ajratiladi. Bu mablag' uning dori-darmon xarajatlarini qoplashga yoki parvarishlash xizmatlariga to'lashga yordam beradi. Taxminan u ham oyiga tirsub 600 ming so'm atrofida qo'shimcha pul olishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi oilalar, agar oila a'zolaridan birortasi nogironligi bo'lsa yoki voyaga yetmagan bolalar soni ko'p bo'lsa, tasavvur qiling, dardan yoshli Gulnora opaning turmush o'rtog'i olamdan o'tgan. U 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan qolgan. U boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi, ammo bu 2 bolani boqishga yetmaydi. Endilikda ularga ham qo'shimcha yordam beriladi. Bu yordam bolalarning o'qishi, kiyinishi va ovqatlanishi uchun juda katta yordam bo'ladi. Bu oyga 730 ming so'm atrofida qo'shimcha mablag' bo'lishi mumkin. Dirt eng kam pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiya miqdoringiz qonunchilikda belgilangan eng kam pensiya miqdoridan past bo'lsa yoki unga yaqin bo'lsa, sizga ham qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Bu sizning umumiy daromadingizni eng kam pensiya darajasiga yetkazishga yordam beradi. Masalan, 6 yoshli Oygul opaning staji juda kam bo'lganligi sababli unga eng kam pensiya tayinlangan. Bu pul unga deyarli yetmaydi. Endilikda u ham qo'shimcha yordam olishi mumkin. Bu uning turmush sharoitini yaxshilaydi. Ushbu yordam pensiya miqdorini belgilangan minimal darajagacha yetkazishga qaratilgan bo'ladi. Bu qo'shimcha to'lovlar har oyda pensiya bilan birga amalga oshiriladi. Bu yordamni olish uchun fuqarolarning murojaatlari yoki arizalari inson omilisiz ijtimoiy himoya yagona reyestri ma'lumotlari asosida avtomatik tarzda shakllantiriladi va tegishli davlat idoralari tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni bu jarayon ham siz uchun soddalashtirilgan. Sizning shaxsan hech qanday hujjat to'plashingiz shart emas. Davlatning o'zi
siz haqingizdagi ma'lumotlarni yig'adi va sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha yordamni tayinlaydi. Bu esa byurokratiyani keskin kamaytirib, yordamni haqqoniy va tezkor yetkazib berishga xizmat qiladi. Istisnolar, to'siqlar va noaniq jihatlar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangiliklarda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ular haqida ham batafsil gaplashib olsak, birinchi navbatda qo'shimcha moddiy yordam olishda ba'zi daromad chegaralari mavjud bo'lishi mumkin. Ya'ni agar pensionerning yoki uning oilasining umumiy daromadi ma'lum bir belgilangan darajadan oshsa, u holda qo'shimcha yordam belgilanmasligi mumkin. Bu yordam aynan kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga qaratilgan bo'lganligi sababli bu mantiqiy jihat. Masalan, agar sizning oilangizda ishlovchi farzandlaringiz bo'lib, ularning daromadi belgilangan miqdordan oshsa, siz ushbu toifaga kirmasligingiz mumkin. Lekin bu hali rasman e'lon qilingan aniq mezonlarga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi muhim jihat, bu o'zgarishlar barcha turdagi pensiyalarga teng darajada ta'sir qiladimi? Avtomatik indeksatsiya tizimi barcha turdagi pensiyalarga, ya'ni yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalariga qo'llaniladi. Ammo qo'shimcha moddiy yordam faqatgina yuqorida sanab o'tilgan ijtimoiy zaif toifalarga mansub bo'lganlarga beriladi. Ya'ni agar siz yuqori pensiya oluvchi shaxs bo'lsangiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirmasangiz, siz faqat pensiyangizning muntazam indeksatsiyalanishidan foydalanasiz. Qo'shimcha pul to'lovi sizga taalluqli bo'lmaydi. Uchinchi muhim nuans esa chet elda yashayotgan pensionerlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib, chet elda doimiy yashasangiz va O'zbekistondan pensiya olsangiz, sizning pensiyangiz ham umumiy qoidalar asosida indeksatsiyalanadi. Biroq qo'shimcha moddiy yordam asosan O'zbekiston hududida yashovchi va ijtimoiy xizmatlardan foydalanuvchi fuqarolarga qaratilgan bo'lishi ehtimoli bor. Bu borada aniq qonunchilik hujjatlarini kutish kerak. Chunki ba'zi hollarda chet elda yashovchilar uchun boshqa davlatlar bilan ijtimoiy ta'minot shartnomalari bo'lishi mumkin. To'rtinchi holat, hujjatlardagi muammolar. Garchi tizim avtomatik ishlash ko'zda tutilgan bo'lsa-da, ba'zi holatlarda eski staji, mehnat daftarchasidagi yozuvlarning noto'g'ri yoki o'chib ketganligi sababli ma'lumotlar bazasida xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz avtomatik indeksatsiya yoki qo'shimcha yordamni olmaganingizni ko'rsangiz, bu sizning hujjatlaringizda ma'lumotlar bazasiga kirmagan yoki noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar borligini anglatishi mumkin. Bunday hollarda pensiya fondiga murojaat qilish zarur bo'ladi. Beshinchi holat, boshqa imtiyozlar bilan o'zaro ta'sir. Agar siz hozirda boshqa ijtimoiy yordam turlarini, masalan, subsidiya moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, yangi qo'shimcha moddiy yordam ushbu boshqa imtiyozlarga qanday ta'sir qilishini bilishingiz kerak. Odatda bunday qo'shimcha to'lovlar bir-biriga bog'liq emas va ular jamlanishi mumkin. Ammo ba'zi to'lovlar uchun umumiy daromad hisobga olinadigan bo'lsa, u holda bu yangi yordam sizning umumiy daromadingizni oshirib, boshqa bir imtiyozni olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu juda nozik masala va har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. 6-nuansa norasmiy ish staji. Agar siz umringiz davomida norasmiy ish bilan shug'ullangan bo'lsangiz va bu ish staji pensiya hisoblashda inobatga olinmagan bo'lsa, endi ham avtomatik tizim bu stajni hisobga ola olmaydi. Shuning uchun kelajakda yuqoriroq pensiya olish uchun hozirda rasmiy ish bilan ta'minlanish va barcha ijtimoiy ajratmalarni to'lash juda muhimdir. 7-holat, ma'lumotlarning yangilanishi. Agar sizning ijtimoiy holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz-u, endi farzandingiz siz bilan yashashga qaytgan bo'lsa, bu haqda tegishli idoralarni xabardor qilish lozim. Chunki bu sizning qo'shimcha moddiy yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Tizim ba'zi ma'lumotlarni avtomatik ravishda yangilab olsa-da, shaxsiy holatlardagi o'zgarishlar haqida o'zingiz xabar berishingiz kerak bo'ladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, bu ajoyib yangiliklardan maksimal darajada foydalanish uchun sizga nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, ma'lumotni tekshiring va yangiliklardan xabardor bo'ling. Garchi avtomatik indeksatsiya va qo'shimcha yordam avtomatik tarzda amalga oshirilsa-da, har doim rasmiy manbalardan ma'lumotlarni tekshirib turish muhimdir. Qayerdan ma'lumot olish kerak? Bir pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. U yerda barcha yangiliklar, qarorlar va qo'llanmalar muntazam joylashtiriladi. Sayt manzili: FUZ
Bu yerda men shartli sayt manzilini keltirdim. Real sayt manzilini topib berishingiz mumkin. 2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz. Bu yerda siz pensiya miqdoringiz hisoblanishi va o'zgarishlari haqida shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Shuningdek, agar talab etilsa, ba'zi xizmatlar uchun onlayn ariza topshirishingiz mumkin. 3. Pensiya jamg'armasining qisqa raqamli ishonch telefoni. Barcha savollaringizga malakali mutaxassislar javob berishadi. Bu raqamlar odatda hukumat portallarida va rasmiy veb saytlarda e'lon qilinadi. 4. Mahalliy pensiya bo'limlari. Agar sizga shaxsiy maslahat yoki hujjatlar bilan bog'liq yordam kerak bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Garchi ko'pchilik jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi holatlarda sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ayniqsa, agar siz qo'shimcha moddiy yordam olish huquqiga ega deb hisoblasangiz, lekin uni olmasangiz, bu juda muhim. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat. 2. Pensiya guvohnomasi. Mehnat daftarchasi agar ish staji bilan bog'liq savollar bo'lsa. 4. Nogironlik haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa. 5. Oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, nikoh yoki ajin guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. 6. Bank hisob raqamingiz rekvizitlari. Aksariyat hollarda pensiyalar karta orqali to'lanadi. Ammo naqd pulda olayotganlar yoki bank rekvizitlari o'zgarganlar uchun muhim. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz, lekin ijtimoiy himoya yagona reyestri ma'lumotlarida bu aks etmagan bo'lsa, siz tegishli ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlariga murojaat qilib, o'zingizni reyestrga kiritishni so'rashingiz mumkin. Bu ko'pincha mahallalardagi mutaxassislar yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazlari orqali amalga oshiriladi. 3. Qadam, nima qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. 1. Pensiyangiz miqdorini doimiy ravishda kuzatib boring. Agar sizga avtomatik indeksatsiya natijasida oshirilgan pensiya miqdori yetib kelmasa yoki noto'g'ri deb hisoblasangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Aytaylik, inflyatsiya 5% bo'ldi, sizning pensiyangiz esa faqat 2 ga oshdi. Bunday holatda siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib, holatni tushuntirib, pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rab ariza yozishingiz lozim. Ariza bilan birga pasport va pensiya guvohnomasining nusxalarini ilova qiling. 2. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan qo'shimcha moddiy yordamga muhtoj toifalardan biriga kirasiz, ammo sizga bu yordam kelmasa, nima qilasiz? Birinchi navbatda ijtimoiy himoya yagona reyestri ma'lumotlaringizni tekshirishni so'rab, o'z mahallangizdagi ijtimoiy xizmat mutaxassisiga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Agar sizning holatingiz reyestrda to'g'ri aks etmagan bo'lsa, ular sizga ma'lumotlarni yangilashda yordam berishadi. Agar muammo hal bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda o'zingizning ijtimoiy ahvolingizni batafsil bayon eting va tegishli tasdiqlovchi hujjatlarni. Masalan, yolg'izlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi ilova qiling. Ular arizani ko'rib chiqishga majbur. 3. Agar siz pensiya jamg'armasi yoki boshqa tegishli idoralar tomonidan sizning murojaatingizga yetarli darajada javob berilmayotganiga duch kelsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga yoki Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanaliga murojaat qilishingiz mumkin. Bu kanallar orqali sizning murojaatlaringiz tezkor ko'rib chiqiladi va nazoratga olinadi. 4. Qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Afzalliklar va qo'shimcha to'lovlar haqidagi har qanday yangilik bilan birga firibgarlar ham faollashishi mumkin. Sizdan pensiya miqdorini oshirish yoki qo'shimcha yordamni rasmiylashtirish bahonasida bank karta ma'lumotlaringizni, ayniqsa PIN kodni yoki SMS kodni so'ragan har qanday shaxsga ishonmang. Davlat idoralari hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Shuningdek, pulli xizmatlar ko'rsatishni taklif qiladigan, masalan, pensiyangizni tezroq oshirishga yordam beraman, evaziga shuncha pul berasiz degan shaxslardan ham uzoqroq turing. Bu jarayonlar mutlaqo bepul va davlat tomonidan nazorat qilinadi. Har doim rasmiy manbalarga va mutaxassislarga murojaat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videom sizga juda ham foydali bo'ldi. Pensiyalarni avtomatik indeksatsiyalash
va ijtimoiy himoyaga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha moddiy yordam joriy etilishi chinakamiga juda yaxshi yangilik. Bu sizning turmush sharoitingizni sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan amaliy qadamdir. Endi siz nafaqangizning qadrsizlanishidan emas, balki uning muntazam o'sib borishidan xursand bo'lishingiz mumkin. Bu davlatimiz tomonidan keksa avlodga qaratilayotgan yuksak e'tiborning yorqin namunasidir. Unutmang, bu ma'lumotlar nafaqat siz uchun, balki atrofdagilar, do'stlar, qo'shnilar va yaqinlaringiz uchun ham muhim. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni va ushbu yangiliklar haqidagi shaxsiy his-tuyg'ularingizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli. Ushbu videoga albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizning jamoamiz uchun katta motivatsiya beradi va kelgusida ham siz uchun eng dolzarb, eng foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Hammangizga sog'lik va farovonlik tilayman. Yangi videolarda ko'rishguncha